O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan respublika bo'ylab 2026-yilning 1-iyulidan 31-iyuliga qadar xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirlar doirasida Angor tumani probatsiya bo'limi tomonidan nazorat ostidagi shaxslar bilan profilaktik va tarbiyaviy ishlar izchil amalga oshirilyapti. Tezkor profilaktik tadbir doirasida probatsiya nazoratida turgan shaxslarning qonun talablariga rioya qilishi, belgilangan majburiyatlarni bajarishi hamda qayta jinoyat sodir etishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchaytirildi. O'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida ozodlikni cheklash jazosini o'tashdan bo'yin tovlab kelgan fuqaroning qolgan 1 yil 2 oy 18 kunlik jazosi sud qaroriga ko'ra ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Shuningdek, nazorat ostida bo'lgan fuqaro ayolning ozodlikni cheklash jazosidan qolgan 3 yil 3 kunlik muddati ham sud qarori bilan ozodlikdan mahrum qilish jazosiga o'zgartirildi. O'talmasdan qolgan 3 oy 3 kun ozodlikdan jazosi xuddi shu muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Shu bilan birga jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sudida probatsiya nazoratida turgan 3 nafar shaxsga nisbatan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga muvofiq muddatidan ilgari shartli ravishda jazodan ozod etildi. Aytish kerak, probatsiya xizmati tomonidan profilaktik va tarbiyaviy ishlar nazorat ostidagi shaxslarda qonunga hurmat tuyg'usini shakllantirish, ularning qayta jinoyat sodir etishining oldini olish, mehnatga va halol turmush tarziga yo'naltirish maqsadida olib borilmoqda. Ozodlikni cheklash jazosi xuddi shu muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Mutasaddilar tomonidan sud belgilagan majburiyatlarga qat'iy amal qilish har bir nazorat ostidagi shaxsning burchi ekanligi muntazam tushuntirilmoqda. Shuningdek, belgilangan cheklovlarga rioya etmaslik qonunchilikda nazarda tutilgan huquqiy oqibatlarga, jumladan jazoning yanada qat'iyroq turiga almashtirilishiga sabab bo'lishi mumkinligi nazorat ostidagi shaxslarga muntazam tushuntirib borilyapti. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tadbirlar viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.